Bu dervişninki ibadetxonasining g'o'jisi osmonga bir choyga qator choy ketidi. Mushtaq bir chaqagan dedi. Bu tongsin kirib shundoq endi bu dervishlarniki ibodat shundoq qarsa kendi degan ikki xatni ko'rdi. Osmon zimin degan ikki xatni ko'rib tongsin hayron qoldi. İki shogirddan so'raydi ibodatxonadagi. Har qanday dervishlarning ibodatxonasida 3 jaziratning Teyşan Lojun'un Kungfu yani ikisinin ismini unutup kaldım. Bu 3 adamның heykeliga başvurutti. Bu sizlerning dervishxonanglar, ibodatxonanglar osmon zimin degan ikki xatga başvurdi ekansizlar degan ikki shogird kulib ketdi. Ma bu odatli ibodatxona emas. Sen degan erqi 3 adam bizning ustozning baş urishiga to'g'ri kelmaydi. Chunki bizning ustozimiz mushu sen degan 3 adamning do'sti. Kunda birga u yer bu yer qator choy o'ynab to'y to'kinni yuradigan. Shuning uchun bizning ibodatxonamizda faqat osmon bilan zimin g'ilam bizning ustozninki baş urishiga arziydi. Qolgan avliyolar mening ustozimning baş urishiga arzimaydi degan bir qism bor. Odam jamiyati degan. Mana gapni uzatmaydi, shaxsan qaytib keldi. Bu yer nima voqea yuz berdi?